Favqulodda yangilik. Andijon tumanida jiddiy yong'in hodisasi qayd etildi. Bugun soat 20:10 atrofida Mart mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan yog'och omborida kutilmaganda kuchli alanga yuzaga kelgan. Dastlabki soniyalardanoq olov tez sur'atlar bilan tarqalib, ombor hududini qamrab olgan. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, yong'in kuchli tutun va baland alanga bilan kuzatilgan. Favqulodda vaziyatlar xizmati bo'linmalari voqea joyiga bir zumda yetib kelgan. Yong'inni bartaraf etish va uning yanada kengayib ketishining oldini olish bo'yicha og'ir va murakkab ishlar olib borilmoqda. Maxsus texnikalar, suv resurslari va qo'shimcha kuchlar safarbar etilgan. Hududda vaziyat keskin nazorat ostiga olinmoqda, biroq ishlar hali ham davom etmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozircha jabrlanganlar haqida xabar berilmagan. Bu esa eng muhim va ijobiy holat sifatida qayd etilmoqda. Shu bilan birga yong'inning kelib chiqish sabablari hozircha noma'lum. Mutaxassislar tomonidan chuqur tekshiruv ishlari boshlangan. Vaziyat to'liq nazoratga olinmaguncha xizmatlar yuqori shay holatda qoladi. Voqea rivoji yuzasidan qo'shimcha ma'lumotlar tezkor ravishda yetkazib boriladi. Eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lib borish uchun kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroq tugmasini yoqib qo'ying. Pojar. Juda katta pojar. Bunaqa katta pojar ko'rmaganman. Butun ishlab chiqarish hammasi to'liqligicha yonyapti. Olov hech qayerda ayamayapti. U уже tomga o'tib ketdi. Tomga o'tib ketdi. Issig'i mashigacha yomon issiq uryapti. Olib chiqyapmiz. Yo'q, mana ketyapmiz.